Mana bugun sizlar bilan biz demak tabiat bizning umumiy uyimiz degan mana shu mavzuda demak qisqagina dars o'tamiz. Bugungi mana shu mavzuyimizdan kelib chiqib tabiat bizning umumiy uyimiz degan mavzuni o'tishdan oldin tabiat nima va bizga nima beradi degan oldimizga savol qo'yib olamiz. Daraxtlar bizga nimaga kerak? Bizni o'rab turgan yashil borliq bu mana shu 1 yillik, 2 yillik, ko'p yillik buta, yarim buta, daraxtlar barchasi mana shu demak yashil o'simliklar, yashil qoplam, yashil biomassa deb ataladi va biz uchun qanday ahamiyatga ega? Ya'ni inson, nafaqat inson, balki o'sha tirik organizmlar uchun qanday muhim xossa xususiyatlarga ega? Birinchi navbatda biz mana shu yashil o'simliklarni yashil bargidan biz fizik, kimyoviy jarayonlarda hosil bo'lgan, ya'ni fotosintez jarayonida hosil bo'lgan kislorodni biz o'zimiz ya'ni iste'mol qilib karbonat angidrid ajratamiz. Ana endi bu daraxtlarda bu jarayon teskarisi. Ya'ni birinchi xossa xususiyati shundan iboratki, o'simliklar ya'ni yashil qatlam daraxtlar ildizidan suvni o'ziga birlashtirib olib, barglarda yashil qatlamdagi barcha o'simlik bo'ladimi, daraxt bo'ladimi, barcha mana shu yashil qoplamalarda hosil bo'lgan barglarda teskari tarafida demak barg og'izchalari mavjud va shu barg og'izchalaridan tashqi muhitda hosil bo'lgan karbonat angidridni ifloslantiruvchi moddalarni o'ziga singdirib olib, ildizidan hosil bo'lgan suvni so'rish natijasida, ya'ni ildiz o'tkazuvchi sistemasidan kelgan suvni demak fizik kimyoviy jarayonlar hosil bo'lish natijasida fotosintez deb ataladi. Fotosintez jarayonida hayvonlar, insonlar, barcha tirik organizmlar uchun demak kislorod hosil qilib beradi. Inson hujayrasi o'zlashtirib, o'sish, rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega. Birinchi navbatda bizga mana shu tabiat hosil bo'lgan birinchi funksiyasi mana shu daraxtlar, yashil qoplama. Yashil qoplama bizga har doim demak toza havo va toza mahsulot degan resursni berib turadi doim. Endi bitta savol tug'iladi. Tabiatdagi o'sha yashil qatlam sizga, bizga yoqadimi degan bitta savol qo'yib olishimiz kerak. Sababi nima uchun? Mana masalan tasavvur qiling, ko'chada ketyapsiz. Hamma joy yam-yashil daraxtlar bor, yashil o'simliklar o'sib turibdi, rivojlanib turibdi, yam-yashil. Tasavvur qiling, endi buni mutlaqo teskarisi, ya'ni o'sha atrofda ketyapsiz, bog'chaga, maktabga, atrofingiz to'la chang, g'ubor, tuproq hamma joy, hech qanday bir daraxt yo'q, soya yo'q. Demak, o'sha bir noqulay demak ob-havo. Qaysi biri sizga demak ma'qul bo'ladi? Albatta, har birimiz uchun foydali bo'lgan jihati shundaki, tabiatda yashillik, ya'ni toza havo, salqinlik, daraxtlarni va o'simliklarni birinchi asosiy funksiyasi bu havoni nima qilish? Mo'tadil holatga keltirish. Ya'ni issiq havoni insonlarga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazmaydi, nafaqat o'sha havoni biroz nima qiladi? Pasaytirgan holatda inson uchun foydali holatda bo'lishini ta'minlab beradi. Tabiatdagi muhim ne'mat bu daraxtlardan keyin suv. Bu bizni mana shu ota-bobolarimiz bejiz ta'kidlashmagan, sababi suv bu obi hayot. Ya'ni har qanday insonlar bo'lsin, tirik organizmlarni hujayradan tashkil topgan, mana shu hujayralar rivojlanishi uchun suv muhim ahamiyatga ega. Suvni ishlatish madaniyati shakllantirishimiz kerak. Har bir o'quvchini yoshligidan bog'chadagi tarbiyasida, maktabdagi tarbiyasida suvdan foydalanish jarayonida bizda etika estetika qoidalari bo'lishi kerak, ya'ni odob axloq qoidalari bo'lishi shart. Bu nima degani? O'sha masalan tasavvur qiling, har bitta bolajonlar tishini yuvayotganda, yuzini yuvayotganda keragini foydalanib, kerak emas paytda shu jumragini yopib qo'yib. Mana bu bitta madaniyat. Ekologiya va atrof muhitga bo'lgan munosabatni demak ijobiy tomonga o'zgarishini bitta muhim belgisi, muhim sharti hisoblanadi va bu mana shunday demak odob axloq qoidalariga amal qilsak, farzandlarimizga suvni va tabiiy atrof muhitdagi o'sha ona sayyoramizdagi barcha resurslarni kelajak avlodga, ya'ni sizlarni farzandlaringizga, farzandlaringizni farzandlariga nima qilish, yetkazib berish demak sharti bizni asosiy burchimiz hisoblanadi. E'tibor berayotgan bo'lsak, butun dunyoda chiqindi muammosi juda katta globalniy muammo.
Mana chiqindilarni mana ertalab ota-onamiz mana ishga ketayotganda e'tibor berasizlar, sizlarni o'sha bog'chaga, maktabga olib ketayotgan paytda maxsus chiqindixonalarga olib borib, chiqindilarni nima qiladi? Tashlab ketadi. Agarda chiqindini biz o'sha belgilanmagan joyga tashlasak, tasavvur qiling, uyimizni oldiga kimdir chiqindi axlatlarni tashlab ketdi. Bu qanday holat bo'ladi? Albatta, nimaga? Bizga noqulay muhitni yaratadi. Ya'ni o'sha chiqindidan qanaqadir yoqimsiz hidlar chiqishi mumkin va boshqa, demak, noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ham respublikamizda hozirgi kunda biz mana mutaxassislar bu sohada mana shu chiqindilarga, umuman tabiatdagi resurslarga bo'lgan ekologik munosabatni o'zgartirish, ekologik madaniyatni shakllantirish borasida jadal ishlarni olib bormoqdamiz. Va buning uchun har bitta o'sib kelayotgan yosh avloddan biz so'rab qolamizki, kelajakda sizlar ham ma'lum bir kasbni, ma'lum bir sohani egalari bo'lasizlar va mana shu, demak, ekologiya va atrof muhitga bo'layotgan munosabatda oqilona foydalanish, demak, ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, demak, tushunchalari agarda sizlarda hozirdan shakllansa, kelajakda nima bo'ladi? Bizning mana shu yashab turgan mamlakatimizda ekologik barqarorlik oldinga siljib boraveradi. Kundan kunga yaxshilanib boraveradi. Bizda uyimizda chiqadigan chiqindilar bor. Bular har bitta, demak, chiqindini o'zini klassifikatsiyasi bor. Ya'ni bu maishiy kommunal chiqindi deb ataladi. Ana endi mana shu eng katta muammolardan bittasi maishiy kommunal chiqindilar hozirgi kunda bizda ham kattagina muammolardan bittasi. Sababi har qanday mahsulotni o'zini ishlatish tartib tamoyillari, qoidalari mavjud. Ana shu qoidalariga agarda rioya etadigan bo'lsak, bizdan chiqindi kamayib borishi mumkin. Ya'ni bir martalik ishlatiladigan mahsulotlardan voz kechish masalasi, ko'p martali mahsulotlardan, ya'ni foydalanishga o'tsak, agarda biz nima qilamiz? O'sha maxsus poligonlarimizni, chiqindixonalarimizni tog'day bo'lib ko'payib ketishini, bolajonlar, o'z aziz o'quvchilar, oldini olamiz. Va bu bizni ekologiya va atrof muhitga qo'shgan ijobiy hissamiz bo'ladi. Nima uchun men maxsus hududlarni nazarda tutdim? Aynan o'sha joylarga olib borib, o'sha maxsus idishlariga tashlasak, bu bizni madaniyatni shakllanganlikdan dalolat beradi. Agarda buni umuman teskarisini qilsak, o'sha belgilanmagan joyga yoki bo'lmasa suvga, masalan, daryo suvlariga agar tashlasak, u nima bo'ladi? Daryoda ham xuddi inson organizmidaqa u yerda ham tirik organizm bor. Suvda yashovchi organizmlarga nisbatan o'zimizni yomon xarakterimizni namoyon etmasligimiz shart va zarur. Ana endi ikkinchi klassifikatsiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, bu mana masalan qurilish chiqindilari bor. Chiqindilarni imkon darajada kamaytirishimiz shart va zarur. Chiqindixonaga tashlayversak, bu nima deydi? Jamiyatga ham, tabiatga ham juda katta, demak, zararli omillarga olib kelishi mumkin. Va keyingi navbatda o'sha sanoat chiqindilari, zavod, fabrikalardan chiqadigan chiqindilar. Ana endi mana shu bizni mutaxassislarni oldimizda turgan muhim bir vazifalardan bittasiki, hurmatli prezidentimiz tomonidan ham doimiy mana shu ekologiya va atrof muhitga katta, demak, e'tibor qaratilmoqda hozirgi kunda va bu bizni, demak, oldimizda turgan muhim vazifalardan bittasi mana shu chiqindilarni utilizatsiya qilish va qayta ishlashga, demak, yo'naltirish masalalari bizda oldimizda turgan muhim vazifalar. Hozirdan sizlarda agar bilim, tushunchalar rivojlansa, kelajakda ma'lum bir ijobiy cho'qqilarga erishasizlar degan umidimiz bor. Chiqindilarni saralash, chiqindixonaga borganingizda ham yozib qo'ygan qog'ozlar uchun, salafan paketlar uchun, plastik idishlar uchun maxsus qutilari shakllangan belgilarga amal qilsak, kelajakda respublikamizda yanada, demak, biz ekologik barqarorlikka oldinga sari intilamiz. Hayvonlar va qushlarni asraymiz. Albatta, hayvonlarni biz asrab-avaylashimiz shart. Ular ham bitta organizm, ular ham bitta mavjudot. Biz insonlar g'amxo'rlik qilishimiz kerak tabiatdagi o'sha borliqdagi tirik organizmlarga. O'sha bo'lsin qushlar bo'lsin, har xil hayvonlar bo'lsin, suvda, quruqlikda yashovchi organizmlar bo'lsin, bularni barchasini biz asrab avaylab, ularni o'sishini, ko'payishini ta'minlashga, ya'ni sharoit yaratishga harakat qilmoqimiz lozim bo'ladi. Sababiki o'sha har bitta tabiatdagi jonzotlarni o'z o'rni, funksiyasi bor.
ularni demak biz oziqa, ya'ni zanjir deydi, o'sha oziqa zanjiriga demak zarar kelishini biz sababchi bo'lib qolishimiz aslo mumkin emas. Shuning uchun har doim qo'limizdan kelgancha imkon darajada demak o'sha tabiatdagi yoki bo'lmasam uyimizdagi hayvonlarga, qushlarga yoki bo'lmasam uy hayvonlari bo'lsin, barchasiga demak madaniyat bilan ularga e'tibor qaratishimiz shart va zarur. Tabiatni qanday himoya qilamiz? Bitta daraxtdan o'zimiz uchun o'sib turgan mevasi bor, masalan olma daraxti. O'zimizga keraklisini olib, qolganlariga putur yetkazmaslik. Kelgusida barcha kelajak avlodlar uchun demak tabiatdagi bor resurslarni putur yetkazmagan holda biz butun holatda yetkazish imkoniyati hammamizda demak paydo bo'lishi mumkin. Atrofida o'sib turgan chiroyli gullar bo'lsin, tasavvur qiling, yam-yashil yoki har xil qizil, atirgulda yoki bo'lmasa boshqa gullarda ochilib turibdi. Bizga nima berib turibdi? U bizga juda ham katta ruhiyatimizga, kayfiyatimizga ta'sir qiladigan bir manba deb qarashimiz kerak. Agarda o'sha gul bo'lmasa yoki bo'lmasam yashillik bo'lmasa, inson organizmi, miyasi, mana bosh miyamiz o'shanga qarab munosabat bo'ladi. Ya'ni jiddiy bo'lishi mumkin inson, asabiy bo'lib qolishi mumkin. Har xil insonda patologik belgilar sekin astalik bilan rivojlanishi mumkin. Buni mutlaqo teskarisi bo'ladigan bo'lsa agar, maktabda, o'quv bog'chalarda atrofda yam-yashil daraxtlar, gullar, chiroyli qip-qizil atirgullar ochilib tursa agar, tabiatga ijobiy qarash imkoniyatlari paydo bo'ladi. Kelajak avloddan biz iltimos qilardikki, masalan, har bitta o'quvchi bitta nihol eksak, sekin astalik bilan nima bo'ladi? Xuddi u ham insonga o'xshab o'sib, rivojlanib, ma'lum bir paytlardan keyin u katta daraxt bo'ladi yoki katta gul bo'ladi va o'sha tabiatga o'zimizni ijobiy hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Ekologiya va atrof muhitni chin do'stimizmi yo do'sti emasmizmi degan savol qo'yishimiz kerak. Agarda biz tabiatda chin do'sti bo'lsak agar, qanday bir ijobiy ishlar qilyapmiz? Qanday ijobiy xarakterdamiz ona tabiatimizga nisbatan? O'rab turgan borliqni asray olyapmizmi? Unga nisbatan qanaqa munosabatda bo'lyapmiz? Masalan, uyimizda atrofida turgan daraxtlarga qanday munosabatda bo'lyapmiz? Uyimizda qanday uy hayvonlari bor va ularga nisbatan qanaqa bir munosabatda bo'lyapmiz? Yaxshi munosabatda bo'lyapmizmi? Uni o'sishi uchun, uni yaxshi yashashi uchun bir qandaydir sharoit yaratib bera olyapmizmi? Yoki bo'lmasam har kuni bir oziqasiga yoki bo'lmasam suviga yaxshi e'tibor bera olyapmizmi degan o'zimizga bir yaxshi maqsadlar qo'ysak, tabiatimizdagi o'sha har bir o'simlik bo'lsin, hayvonot olami bo'lsin, nima qiladi? Yaxshi o'sib, rivojlanib, o'z faoliyatini yaxshi amalga oshiradi va biz uchun bu juda katta demak yutuq hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, bugun biz nimalarni o'rgandik degan bir oldimizga savol qo'yishimiz kerak. Qanday natijalar oldik? Qanday demak bilimlarga ega bo'ldik? Tabiat o'zi nima ekan? Tabiatda nimalar bor ekan? Qanday resurslar bor ekan va biz buni qanday foydalanishimiz kerak degan savollarni o'zimizga har kuni berishimiz kerak va bu bizga nima beradi? Masalan, o'sha chiqindilar bo'lsin, hayvonlar bo'lsin, o'simliklar olami bo'lsin, suv resurslari bo'lsin, atmosfera havosi bo'lsin. Bularni biz qanday jarayonlarda demak biz uni o'sha tabiatdagi boyliklarni kelgusi avlodlarga yetkazish masalasida biz hozirdan qadam tashlay olyapmizmi degan bir o'zimizga muhim bo'lgan savollarni berishimiz kerak va mana shu yo'nalishda kundalik turmush tarzida shunday jarayonlarga agar amal qilsak, kelgusida biz o'sha ona tabiatimizga, bizni o'rab turgan borliqqa nisbatan yaxshi ijobiy munosabatlar shakllanadi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan tashabbuslar aynan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish yo'nalishida juda katta loyihalar, juda katta demak tashabbuslar amalga oshirilmoqda va mana shu loyihalarni 5 yillik demak oldingi kelajakni o'ylab o'sha qarorlar, qonunlar qabul qilinmoqda. Mana shu aynan bizning sohamizda. Faqatgina mutaxassislarda emas, balki o'sha respublikamizdagi barcha
fuqarolarni vazifasi hisoblanadi. Bu bizda loyihamizning nomi demak uzluksiz ekologik ta'lim modeli deb hisoblanadi. Ya'ni Eco Education 2030 ekologik madaniyatli avlod barqaror kelajak poydevori. Qaysi yo'nalishlarda bu loyiha qamrab olyapti? Ya'ni bunda ko'rishimiz mumkin, ta'lim har qanday ishlarni birinchi qadami. Agarda bizda ta'lim bo'lmasa, u sohani tushunmasak, ilm bo'lmasa bu sohada, u qanday qilib biz uni ikkinchi qadamga o'tishimiz mumkin? Va ikkinchisi, demak, nima qilishimiz kerak? Oila va jamiyat. Endi o'sha ta'lim, ilmni oiladan boshlash kerak u narsalarni. Oilaga borib, ota-onangizga o'sha narsalarni yetkazib, o'sha narsalarni birgalikda nima qilsa, munozara qilsak agar, bu oiladan boshlanadi. Keyingi masala, bu asosiy yo'nalish tabiat va resurslar dedik. Ana endi mutaxassis bo'lib shakllangandan keyin nima qilasiz? Bu resurslarga nisbatan demak sizda muhim tashabbuslarni ilgari surasiz. Endi bizdan asosiy talab qilinadigan bu Eco Education 2030 bolalikdan ekologik madaniyat sari degan bir muhim bir nazariyani oldinga qarab suryapmiz. Sababi nima uchun? Bunda bizda asosan mana shu ekologik bilim va tushuncha juda ham zarur bo'lgan birinchi qadam hisoblanadi. Ekologik bilim, ta'lim, tarbiya bo'lmasa, biz keyingi demak zinapoyaga chiqa olmasligimiz mumkin. Kundalik eko odatlar. Bu siz hozir mana aziz o'quvchilar loyiha yoza olmasligi yoki biron bir tashabbus bera olmasligingiz mumkin. Lekin bugundan boshlab ekologik odatlarni shakllantirsangiz, siz kelajakda muhim tashabbuslarni ilgari suradigan yetuk mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Ekologik amaliyot, ya'ni juda katta bo'lmasa ham kichik loyihalarda, kichik takliflarda siz hozirdan bera olish imkoniyati mavjud. Va keyingisi eko muhit, ya'ni yashil maktab va jamoa. Mana sizda imkoniyat. Maktabda yo bog'chada siz bitta jamoa bo'lib shakllanib, bitta yaxshigina g'oyani, taklifni bizga berishingiz mumkin. Va bu shani biz nima qilamiz? Mutaxassislar o'ylab ko'rib, uni amaliyotga joriy etish masalasini ham biz o'ylab ko'rishimiz mumkin. Oila, maktab, jamiyat hamkorligi. Ya'ni maktabda, bog'chada olgan bilimingizni uyga kelib, ota-onangiz bilan munozara qilib, uni bir mulohaza qilsangiz agar, oila, maktab, jamiyat o'rtasida bitta nima bo'ladi? Zanjir paydo bo'ladi. Ekologik natijalar bu. Albatta mana shu yuqoridagi barcha ishlarni samarali amalga oshiriladigan bo'lsak, ma'lum bir ekologik natijalarga erishishga demak imkoniyati paydo bo'lar ekan. Asosiy loyihamizda mazmun mohiyati mana shulardan iborat edi. Shu jarayonlarni to'liq agarda amalga oshiradigan bo'lsak, kelajakda yetuk mutaxassis kadrlar bo'lib yetishib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Siz haqiqiy tabiat himoyachisiz degan bir terminni demak biz qo'yapmiz. Sababi nima uchun? Yosh bo'lsin, katta bo'lsin, hammamiz demak biz tabiatni asrab avaylaydigan bitta himoyachi vakili hisoblanamiz. Mana shunday yuqoridagi aytib o'tilgan demak bilimlarga, ilmlarga agarda kundalik hayotimizda amal qilib yashasak, birgalikda ekologik muhit yarata olamiz.